qo'shnimiz Exo. 3-qism. Uzatib o'tirish yo'q. 저보니까 재밌냐? Nima deb o'ylaysan? Unga nima bo'ldi? Pak oyi, menimcha, kecha tunda u bilan nimadir sodir bo'lgan. 아주 격렬한 일이 있었다고 봅니다. 아니, Buni hammasini tayyorlashga qachon ulgurding? Nima, buni hammasini bugun yeb bo'lishimiz kerakmi? 좀 너무 받았어. Oxirigacha yeb qo'y. Nima deb o'ylaysizlar? Ana u qiz biz haqimizda boshqalarga aytmasmikin? Balki u haqida menejerga aytarmiz. Agar kimgadir aytib qo'ysa, boshqa bunday xotirjam yashay olmaymiz. Uni yuzini qizarganini ko'rdinglarmi? O'shanda nima haqida o'ylagan ekan? 줄교? Nahotki u boshqa xonalarda bo'lganimizda ham bizni kuzatib turganmi? Ha, yo'q, bo'lishi mumkin emas. 지가 U boshqalarga aytmasligi aniq. 까지 내고 그러진 못할 거야. Sen uni taniysanmi? Yo'q. Menejerlar bugun uy tozalovchi yuborishlarini aytishdi. 아줌마 오실 거래. Yaxshi. Necha yosh ekan? Hech hamda hech qachon. Buyumlarga ehtiyot bo'l. Yaxshilab tozala. 말고 Men eshitsangizchi, nega endi aynan men borib ularning kirlarini yuvishim kerak? Nega? Bu iltimos emas. Bu buyurtma. Bu yana nimasi? Axir yolg'iz qizingiz bo'lsam, farrosh qilib qo'ymoqchimisiz? 옆집 가정부 노릇을 하라고? Seni farrosh bo'lasan deb kim aytdi? Ular pul to'lashadi. Lekin oyi, o'zi qancha pul to'lashlarini bilasanmi? Jahon yo'l. Xuddi jahon yuqori standartlaridek katta pul to'lashadi. 합리적이에요. 시급이. Men bunga rozi emasman. Yo'q, bormayman. 할 생각 없어. 아 못해. 아 백제. 너 Ana u yerga qara. 70 kvadrat metrga 530 ming won. Agar seni xonangni ijaraga bersam, necha pul ishlashimni bilasanmi? Sen meni uyimda tekinga yashashingga imkon bermayman. Ha, sizga yetadigani yo'q, Pakoya. Pakoya. Yo'q, oyijon. Siz meni u yerga yubormasligingiz uchun nima qilishim kerak? 할까요? 다른 집 O'zingga boshqa oila qidir. 그 집에 Kunduzi u yerda hech kim bo'lmaydi. 그리고 Kimnidir ko'rib qolsang ham, 그냥 아는 척하지 마. ularni xuddi ko'rmaganlikka ol. 투명 인간처럼. 아참. 이 Ikkinchi qavatni 10 tomondagi xonaga qadam ham bosma. O'zim ham o'lib turganim yo'q. Men uyga bora olmayman, bunday qila olmayman. 그러니 Bu yana nimasi? Bilmaysanmi? Bu Exoga tegishli Gucci'lar. Hozir senga Gucci'lar nima ekanligini aytib o'taman. Barcha muxlislarning o'z tushunchalariga ega bo'lgan narsa bu Gucci bo'lib, bu yulduzlar rasmi tushirilgan narsalar. Senda yulduzlarni Gucci'sini ularni uyini tozalash uchun ishlatish imkoni paydo bo'ldi. Exo'ni uyini Exo'ni qo'lqoplarida tozalash. Bu axir ilohiy tuhfa-ku. Nega ikkilanyapsan? Seni umuman tushunmayapman. Senga axir aytdim-ku, ularni kuzatib turganimni ko'rib qolishdi. Nima qildi? 위한 거라며? Agar afsuslanayotgan bo'lsang, aybingni ularni uyini tozalash bilan yuv. Xuddi changdek aybingni tozalab tashla. Bo'ldi qil. Chilonzor bozor qaysi tomonda edi?
Kechirasiz, bir savolim bor edi. Nima? Nahotki kimgadir meni yordamim kerak bo'lsa, Chilonzorga qanday borsam bo'ladi? Mazali qahva ichkim kelgandi. 하는 거? Chilonzor? Mazali 초딩들이 qahva 말들이 ichmoqchi? Qahva donalarini asta-sekin ezishadi va u mazali qahva bo'ladi. 커피 그거 Bilmayman. Mayli, o'zim topaman. Jetonim bor edi. Qayerda edi? Metro karta olsam bo'lar ekan. Shoshma. O'zim tayyorlab bersamchi? Kira qol. 친구야. 진짜 Og'ayni, umid qilamanki, biz yaxshi do'st bo'lamiz. Ular endi haqiqiy do'st. Voy bu. Jahon yulduzlarining uyi shunaqa katta bo'lar-kanda. 뭐가 달라도 다르구만. Voy, yo'q. Bas qil Yojingi. Hozir bu nima mavrida emas. Agar afsuslanayotgan bo'lsang, aybingni ularning uyini tozalash bilan yuv. Xuddi changdek aybingni tozalab tashla. Ha, mayli. Aybimni shu yo'l bilan yuvaman. 나 Exoning tozaligiga javobgar bo'laman. Xayrli kun. Gumsari ko'chmas mulk agentligi eshitadi. Ha, albatta. Bugun ajoyib farroshni yubordim. 일하는 아주머니 출근했어요. Xavotir olmang, u juda ham ishonchli. 예요. Unga barcha talablaringizni yetkazdim. Ha, rahmat. Biz mish-mish tarqalishidan xavotirdamiz, chunki ular juda mashhur. Televizor ko'rmaydigan qariroq ayol bo'lsa ham mayli. Albatta, xavotir olmang. 하지 마세요. So'rasam maylimi? O'zi ular kim? Ha, mayli, bu mening ishim emas. 표현은 없죠? 샴푸 못 Begonadan ko'ra Yonghi yaxshiroq. Salam lam lam pom 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 pom. Exoni his qilyapman. 습감이 느껴지는 것 같아. Bu yoqimtoy Bekyonning hidi bo'lsa kerak. Ibi Bu Exoning usuli. Dio. Aha. Ibi 오른쪽. tepadagi o'ng tomonda joylashgan xonaga qadam ham bosma. Bu o'sha Yo'q. Ularni shaxsiy hayotini hurmat qilishim kerak. 그렇지. Ularni ham sirlari bo'lsa kerak. 지키고 싶은 비밀이 있을 테니까. Ahvoling yaxshimi? 아, 설 Shoshma. Ular Exomidi? EXO? Unda Matilda-chi? 일단 어디 있는 U qayerda? Voy, bu nima? Musiqiy xona ekan.
Matilda? Matilda? 아 뭐야? Nima? Qiz emas, gitaramidi? 뭐였던 거야? Kim gitaraga Matilda deb nom beradi? Ibi. Bu tabarruk joyga kirishga qanday hadding sig'di? Meni oddiy qo'rqoq qizcha deb o'ylama. 아니거든. Qayerga ketding? Qayerdasan? Meni xonamda nima qilyapsan? 그래서 뭐 하는 거야? O'zingni oqlashga biror narsa demaysanmi? Haligi bu yerda hoziroq chiqib ket. Farrosh kelgan ko'rinadi. Oh, hamma yer top-toza. Senga aytyapman, chiqib ket. Nima bo'lyapti? Voy, bu meni rasmim-ku. Lekin bu yerda unchalik yaxshi tushmaganman. Bu yerga tozalashga kelganmiding? 혹시 Chang yo'l bilan o'rtangizda tushunmovchilik bo'ldi shekilli, to'g'rimi? Men aytmoqchi edim, lekin yuzing biram qizarib ketdiki, o'zimni tutib tura olmadim. Iltimos, meni kechir. Sizlar bilan Aydab guruhi bo'ldi. Mana 3-qismni ham tugatib oldik. Agar biror ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, Telegramdagi kanalimizga obuna bo'ling va albatta YouTube kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Ha, aytgancha bizni hozirda TikTokda ham o'z kanalimiz bor. U yerda ham bizni qo'llab turing. Uchrashguncha xayr. 반짝였어 설레임에 나도 모르게 왜 생각이 안 나냐고. 아직 엽기 떡볶이가 따로 없구나. 이 팬덤들을 가지고 있으면 말이야 그 어떤 불행도 다 피해낼 수가 있지. 떡 먹다 뱉고 훔쳐보고 집안 뒤지고 담당 공고 완성한 거 맞지? 엑소 오빠들이 너를 뭐라고 생각할까? 개 진짜 빙고. 어떡해.